videodan keyin siz bemalol Elon Musk bilan konflikt qilishingiz mumkin. Konflikt bu qarama-qarshi pozitsiyalarning to'qnashishi, kelisha olmasligi. Toksik, doim boshqalarni kamsitadigan, ustidan kuladigan, negativ tarqatadigan va qo'llab-quvvatlay olmaydigan insonlarga aytiladi. Simp, biror odam uchun o'zini haddan tashqari qurbon qiladigan insonga simp deyiladi. Keyin NPC degani ham bor, ya'ni non-player character. Dehqonchasiga tushuntirsam, umuman sujetga aloqasi bo'lmagan personaj, ya'ni o'yinda. Hayotda esa siz buni o'z fikri yo'qdek, hammaga ergashib yuradigan, xuddi qo'y podasida yuradigan odamlarga NPC odamlar deyishingiz mumkin. Doxing, kimningdir shaxsiy ma'lumotlarini internetda tarqatib yuborish. Yapping, kimdir mak deb vaysaydigan shu yapping deyiladi. Voke, xullas ana shunaqa deb yoziladi. Jamiyatdagi adolatsizlik va tenglik masalalarida juda e'tibor beradigan adolatparvar ana vattan insonlarga woke deyiladi, adashmasam. Mana bilyapman bu so'zni rostini aytsam. Imba juda kuchli, deyarli yengib bo'lmaydigan degan asl ma'nolari bor ekan, lekin men o'zim juda ko'p imba so'zini ishlataman va imba so'zini asosan juda zo'r narsani belgilab ketish uchun ishlataman. Va aslida bu imbalanced, ya'ni imbalanced, ya'ni balansi yo'q degan so'zni qisqartmasi imba deyiladi. Shunchaki nimadir maqtashga ishlasangiz bo'ladi kundalik hayotda. GG, good game. O'yinlarda asosan CS:GO'da yoki Dota'da siz agar yaxshi o'yin ko'rsatgan bo'lsangiz, siz o'zingizni protivnikingizga GG deysiz. Ya'ni zo'r o'yin bo'ldi, rahmat degan ma'noda. Siz ham buni hayotda ishlatishingiz mumkin. Shunchaki GG, malades, zo'r o'ynadik deb ketishingiz mumkin. Keyin W juda ham ko'p ishlatiladi, asosan haba ishlatadi va men o'zim oldin bilmasdim. Buni ma'nosi zo'r, respekt, xullas maqtov uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan so'z ekan. Shunchaki L degani bor, bu esa umuman chappasi. Musur degani, sen musursam respekt emas, tur yo'q bu yerdan degan ma'noni keltiradi. Respekt degani hurmat degan ma'no. Eslashda kimgadir qiziq bo'lsa, inglizchadan respekt bu hurmat degani. Rage bait, odamlarni ataylab jahlidan chiqarish uchun qilinadigan post yoki video. Masalan, BTS haqida, FMKlar haqida video qilishdan asosiy maqsad hype prosmotr uchun, ya'ni o'sha fanatkalarni rage bait qilish. Men esa rage bait salgina boshqacharoq tushunaman. Rage bait men uchun nima? Rage bait bu kimnidir asabidan chiqayotgan narsa, mavzu bor va sen ana shu mavzudan foydalanib bir prikolla qilasan, bir asabini buzasan-da, o'sha odamni reaksiyasidan maza qilasan, kayf olasan. Ana shu narsa men uchun rage bait deyiladi. Zavoz hozir rus YouTube'da, Twitch'da juda ham mashhur so'z hisoblanadi va zavoz asosan prikol degan ma'noda keladi. Ya'ni kimdir kuldirish, asosan kimdir streamda yoki bo'lmasa videoda zavoz qildim yoki zavoz bilan keldim degani bu men prikol qildim yoki prikol bilan keldim, odamlarni kuldirib bildim, odamlarga yoqayotgan gap gapirish, editga tushayotgan gap gapirish. Hozir editlar mashhur bo'ladi, ana shu narsa ham zavoz deyiladi asosan. Rus segmentiga mos so'z hisoblanadi va zavoz o'z asl tarjimasi olib kelish degan tarjima. Keyin perezavoz ham bor, ya'ni juda ham ko'p bir bachkanalashtirib yuborish, ya'ni kulgili narsani juda ham bir xunuk qilasan-da, u narsa o'sha kuldirmay qoladi, balki odamni jirkantiradi yoki bo'lmasa uyaltirib qo'yadi. Cringe degan so'zga sinonim bo'lib qoladi. Perezavoz deyiladi u narsa. Hozir bu so'z asosan men gigliner va abuser ekanini streamlarida eshitdim, qolganlarni kuzatmayman, uzr. Qolganlar ham eshitsa kerak. Ghosting, o'zidan o'zi sababsiz отношенияni uzib qo'yish, muloqotni to'xtatish. Demak men ghostingga uchragan ekanman. Hozirgina bilib oldim, men ssenariyni o'qib. No mayli, men eslashda ghostingga uchradim. Okay, yo'q bu yo'q mayli. Camping, o'yinda bir joyda uzoq vaqt kutib o'tirish taktikasi krisachilikning adekvatliroq varianti ekan. Kimdir sizni krisa desa, endi krisa qo'polroq, siz yo'q, men camping qilyapman, bro deysiz. Ya'ni tam o'zingiz chala inglizcha ko'rsatib qo'yasiz, shu bilan o'zingiz taka aurangiz ko'tardim deysiz, o'zingiz aurangiz tushgan bo'ladi, aura so'zi esa shu o'tgan safargi videoda o'tib ko'rsangizlar bo'ladi ma'nosini. Agar bo'lmasa 3-qismida qilamiz, shuning uchun like va podpiskani bosib qo'yinglar. Yo, sharit, biror narsani sharit qilish. Ruscha internet slengi sharitdan biror mavzuni yaxshi tushunish yoki undan xabardor bo'lish, ya'ni sharit tushunish degan ma'noda keladi. Endi sizlar o'zlaringiz takoy menga o'xshab o'ris sifat bo'lib tam gapirmoqchi bo'lsangiz, har bitta gaplaringiz bittasiga ruscha so'z siqib ketmoqchi bo'lsangiz, sharit so'zini olib tiqib ketsangiz bo'ladi takoy. Tushunadi degan ma'noni, короче, ruscha varianti takoy ishlatib ketsangiz bo'ladi. Yo, boru, скорее всего. Nima dedim? Hype, katta qiziqish, shovqin yoki ommaviy trend. Wow, naqadar adabiy. Stan biror mashhur insonni haddan tashqari sodiq muxlisi, xullas fanatga. Kommentariyada kimlar haqida gapirganimni yozib keting. Minordu fanlari shodtamsizlar. Yo! Idol, inson ideal deb ko'radigan yoki o'rnak oladigan mashhur shaxs. Bu idollar asosan Koreyadan BTSlarni idol desa bo'ladi. Ular esa shu idol kimgadir qiziq bo'lsa, keyin yaponlarda bor idollar, xitoyliklarda bor. Bu narsa bizda unchalik ham mashhur bo'lmagan. Imенно shu Xitoy, yapon vachalardan ko'zi qisiqlar tomonidan bizga kelganda, tam inglizlar mashhur qilib yuborgan
undan keyin biz ham ulardan shuni o'zlashtirdik. Shuni tezroq risk o'rtada 1-2-3 yil o'tib ketib qoldi, u mayli bo'lib turadi. Chill xotirjam bo'l, tinchlan va like bos degan ma'noda ekan. Estetik, chiroyli atmosfera yoki o'ziga xos, o'ziga tortuvchi uslub. Xullas estetikada takoy chiroyli, lekin yozilish qanaqadir g'alati. Aesthetic deb yozilar. Ну, xullas mana bunday yoziladi, ishlatsangizlar bo'ladi. Inglizlar mana sizlarga yana bitta chiroyli so'z. Men esa bunaqa so'zlarga sharit qilmayman. FOMO, GOMO, uzr, fear of missing out, muhim voqea yoki imkoniyatni o'tkazib yuborishdan qo'rqish degan ma'noda kelar ekan. Keyin shuni bittagina, ikkitagina so'zini o'zgartirib olsak, YOLO, yalad emas, YOLO degan so'z kelar ekan, ya'ni you only live once. Bir marta yashaysan, let it happen. Uzr, tavakkal qilishga undovchi ibora. Touch grass, internetdan chiqib real hayot bilan shug'ullanish kerakligini kinnoya bilan aytish. Bu so'z ruschada ham bor. Выйди-ка пошупай travу deydi ruslar. O'zbekchaga ham tarjima qilsa bo'ladi. Ko'chaga chiqib maysan ushladingmi san deb qo'yib kinnoya qilib gapirsa bo'ladi. Bu so'z o'zi inglizcha so'z va buni tarjima qilsa bo'ladi. Bilmadim nimaga buni inglizcha qilib qo'yganlar. Menimcha o'zlarini taku estetik ingliz ko'rsatmoqchi bo'lganlarmi bilmayman. Empat, boshqalarning his-tuyg'ularini chuqur his qila oladigan va ularga hamdard bo'la oladigan inson. Hozir takoy trend bo'lib ketdi-yu, birarat. Men empatman. Yo, menga yordam kerak deb qo'yadilar. No, bilmadim. Men olimdan shunday o'tib ketib qoldi, chunki men empat emasman, menga umuman farqi yo'q. Menga desa o'lib ketmaysanmi? Agar yiqilib tushsang, ustingdan maza qilib kulaman. Chotki. Xullas, shunaqa gaplarni siz bemalol zoomerlarni suhbatga qo'shilib kirishingiz mumkin. Yo, bro, you touch the grass, grass qildingmi yoki bo'lmasa gomomisan, qara tepaga takoy. Estetik chiroyli, chill qilamizmi? Bilasanmi, men minorda stanaman, yo hype qilgin kelyaptimi? Masalan, temalarni sharit qilaman dedi. Keyin biratan, "Sen susmisan, tur yo'q bu yerdan" deydi. Tamom. Sus degani suslikmisan demoqchi bo'lgan, prosta oxirini yeb qo'ygan bo'ladi. No, xullas shunaqa gaplar. Montaj va ssenariy uchun Bitnetga thank you. Bitnetga rahmat. Patga bosib qo'yinglar. Mana bu yoqda Telegram kanal chiqib keladi. Bunga patga bosib qo'yinglar va shaki musor deb kommentariyaga yozib qo'yinglar. Keyin men hammangni o'zing musor deb chiqaman-da. Goodbye.